İloyim, mana tutgan o'zlarimizni Alloh dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Mana shu bugungi o'g'lonlarimiz, vatan himoyachilarimizni armiya safiga jo'natirganmiz. Shu fursat bilan mana shu So'jina jamoati mana shu ota-onalarimizga o'zlarining tuhfalarini, mana bu iftixornomalarini tashkil qilishgan. Shuni hozir sizlarga taqdim etsakda, mana bu o'yin kulgimizni davom etib, qanchalik xursandchilik bilan jo'natsak, shunchalik xursandchilik bilan kutib olamiz. Hammani uyiga mana shunaqangi xursandchiliklar bo'laveradi. Hozir nomi nasablarini o'qib aytib o'tamiz. Anvarov Shuhratjon, Marhamat, keling, mana shu farzandlarini mana farzandlarini voyaga yetkazib, Shuhratjon vatan himoyasiga jo'natadilar. Albatta vatanimiz mana shu o'g'lonlarimiz bilan obod bo'ladi. Mana jamoatimiz raisi Baxtiyorjon qancha xizmatlar qilib, Tojikistonimizni tinchligini saqlash uchun urush janjollarga borib, Dang'araga, Pomir, boshqa tomonlarga dushmanlardan vatanimizni himoya qilib, mana shuncha orden medallarni olib ketdimi, bizni mana shu farzandlarimizdan mana shu rais jamoatimizni izidan yursa, albatta bir katta o'g'riga ega bo'lishadi. Hech qachon mana vatanimizni himoyachilarini hech kim esdan chiqarmaydi. Hamma vaqt bor bo'lsin. Marhamat, Shuhratjon. Qarsaklar bilan Jo'raboyev Bunyodjon. Jo'raboyev Bunyodjon ukamizdan mana shu vatanimizni himoya qilish uchun farzandlarini jo'natdi. Albatta bulardan Alloh rozi bo'lsin, vatanimiz, dunyomiz tinch bo'lsin. Yo'ldoshev Olimjon, mana qarang, Chernobylga, Ukrainaga xizmat qilib, qancha zaharli joylardan kelganlar. Shu Olimjon do'stimiz bilan bizni bir sinfga o'qigan. Ilohi bor bo'ling, ammo shu o'zingizga o'xshagan farzandlaringiz vatan himoyasiga bo'lsin. Fayziyev Kozilov Shoirjon. Kozilov Shoirjon. Marhamat. Keling ukajon, Kozilov Shoirjon. Mana o'zi mana xizmatga borayotgan qarsak cho'nglar mana shu yigitimizga sog' salomat rahmat kelsinlar, bor bo'ling. Xurramov Mehrozjon. O'zimni hamshar, yo'q qo'shilib, jon qo'shilib, Mehrozjon qani? Hozirgi farzandi yerga o'tirgan edi. Mehroz bormi? Farzandi bormi? Ketishdimi? Oilalari bor ekan. Keling. Ya chiqing. Ishasiz, keling. Marhamat. Xoliqov Akmaljon Mehrozjon o'tishga ekan. Marhamat, Xoliqov Akmaljon. Qarsaklar bilan peshvoz bo'lamiz. Qarsaklar o'tdi. Xoliqov Akmaljon bormi? Qarang. Rahmonov Alisher. Farzandlari bormi? Rahmonov Alisher do'stimiz ketmagan mana farzandi. Yashasin. Qarsaklaringiz yurlar. Mana Xoliqov Akmaljon rais ko'rlardan edi. Marhamat. To'da. Mana qara. Bo'ldim. Shamsiyev Amriddin. To'da. Shamsiyev Amriddinjon bormi? Farzandlarimiz o'zlarini bormi? Umr yo'ldoshlarini kim bor?
Sultonov G'olibjon. Sultonov G'olibjon borlarmi? Bobolarni o'qimaydi, bobolar ham kelsin. Keling. Sultonov G'olibjonga kim kelgan? Keling. Keling. Hangi qarsak chaltiringlar-da? Yo'ldoshev Bahodirjon. Mana bugun yo'ldoshlar ilg'or, yo'ldoshlar bor bo'lsin. Farzandlarini, nabiralarini, farzandlarini, aka-ukalar farzandlarini jo'natishyapti. Yo'ldoshlar hamma rozi bo'lsin. 3 ta yo'ldoshlar bor ekan. Hammaga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Usmonov Ilhomjon. Usmonov Ilhomjon. Kim bor? Usmonov Ilhomjon. Onalarini marhamat qiling. Qarsaklar bilan kutib olamiz. Farzandlariga yo'ymiz vatanimizni, dunyomizni hamma qo'llab berishsin. Vatan podshohlariga bor bo'lsin. Yo'ldoshev Bozorboy. O'zim o'kagina. Jamshidga sizlar keling. Sizlar balangiz-ku. Bahodirjon Bozorboy bilan keling sizlar Jamshidga. Hozir bobo. Qarang qanday baxtli-ku. 3 aka-uka farzandini oliyaga, vatan xizmatiga, vatan himoyasiga jo'natib, bundan baxtli kun bormi? Hamma vaqt bor bo'linglar. Mahmudov Shodimurod. Mahmudov Shodimurod. Marhamat o'qajonim. Kelinglar, hammaga rahmat. Mana Mahmudov Shodimurodni qarang. Qancha qiyinchilik vaqtida Afg'onistonga xizmat qilib kelgan mana shu kabi. Bolangizga shukr. Mana farzandlari tinchlik zamonida vatan himoyasiga bo'lyapti. Marhamat. Rahmat o'zim rahmat. Husaynov Abrorjon. Husaynov Abrorjon qani? Borbani kimlari kelgan? Husaynov Abrorjondan kim keldi? Şu oyunlarını sevmaydı. Kesin o. Kesin anlarca. Yok. Mahmut Kurunov Orifjon. Mahmut Kurunov Orifjon marhamat. O'zlarimizdan qarsaklaringlar bilan hammaga rahmat, boringlarga shukr. Mana shu ota-onalarimizni borlariga shukrki, farzandlarini voyaga yetkazib, mana shunday vatan himoyasiga vatan himoyasiga, ona vatanimizga, yana nima desam, vatan moral degan joyga xizmatga jo'natishyaptimi? Albatta hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Boringlarga shukr. Mana xizmatga boradigan Azimov Asqarjon. Azimov Asqarjon. Mayli sabrat bo'ladigan ukamiz kelsinlar. Qanchalik yaxshi bo'ladi qarsaklaringiz bilan. Mana qarang, yigit vatan himoyasiga bo'lyaptimi? Albatta omadini bersin, omadini bersin. Xoliqov Haydarjon. Xoliqov Haydarjon bormi? Mana bu sadat bolamizga yana chiroyliroq bo'ladi. Mana shu rais bobomizni yondan turib, minnatlarga qarab havas qilasiz. Shu rais bobomizni izlaridan yuraylik. Rahmat, rahmat, rahmat. Yurang sog' salomat bo'linglar. Vatanimiz sizlar bilan faxrlanadi. Jonajon yurtimiz sizlar bilan faxrlanadi. Nima uchun deganda vatan himoyachilari sizlar do'stlar. Mana shu jangchi o'g'illarimiz, ukajonlarimiz hammaga rahmatki, vatanimiz siz bilan faxrlanib yuradi. Mana bu ikki kishi kelgan ekan. Mana shu familiyalarni o'qib o'tganingiz Husayn Ma'marjon yana ikkalari bularni uylariga olib borib beriladi, uylariga borib tabriklab keladi, hamma vaqt bilan bo'lsin. Mana endi ukajonlarimiz chiroyli sizlar uchun, ota-onalarimiz uchun xursandchilik qo'shiqlari yangrasin. Hammamiz xursand bo'laylik. Nima uchun deganda vatanimizni qo'riqlaydigan insonlar bizning so'zlarimizdan bo'lyapti. Bizning so'zlarimizni qo'riqlaydigan insonlar so'zlarimizdan bo'lyapti. Ota-onalarimizdan bor bo'lsin, Tojikiston obod bo'lsin, Tojikistonimiz yana bir bor Papesh. Marhamat rais bo'l.
Qani o'tiram ota-onalar. Qaysi ota-ona, onami savdardan borib gapirmoqchi bo'lsa, marhamat, kelib o'z tabriklarini aytishga mumkin. Marhamat. Kim xohlaydi gapirishni? O'g'illari va marhamat. Otalari, onajonlar, kelinglar. Qaysi birini xohlasangiz kelinglar. Qani, hoji marhamat. Mana yo'lboshchilar tomonidan hoji bobom gapiradilar. Olimjon do'stim kelingizlar. 3 aka-uka, 3 o'g'lon. O'rishasiga trimish katyori. Marhamat hoji bobom. Assalomu alaykum. Mehmonlar, hazratlar. Asosiy zo'r bu atakingizga joyimizda rahmonning tashabbuslari bilan mana shularning yo'llari bilan mana bu kunni bizlarning qishlog'imizga bayram bo'ldi. Hamma vaqt bayram bo'lsin. Borayotgan nabiralarimiz ilohim sog' salomat borib, sog' salomat kelishsin. Yurtimizga tinchlik kelsin, tinchlikka xizmat qilsin. Assalomu alaykum. Saodatlar, yorug' oilalar. Mana saodatlarni mana sog' salomat bori, sog' salomat kelganligini shukronalar qilamiz. Hamma mana manday xizmat qilib kelsa, Tojikistonga hamma vaqt oqsoqolimiz ham yuzlari issiq bo'ladi. Rahmat. Rahmat, chiroyli qazmana. Yigit Shermanga xizmat qilib kelganlarni do'stim, birga o'qigan sinfdoshlarimiz. Rahmat, hoji bobojonimiz aka, rahmat. Mana hozir bitta taklif qilamiz. Mana shu armiya safiga vatan himoyachilari shu yerga o'tirishga kelishsin, bizni yonimizga bitta qator turibdi, chiroyligina kamera qilib suratga olaylik. Alomdan keyin sizlar uchun yana chiroyli o'yinlarni tashkil qilaman. Keling, hammanglar kelinglar. Mana shu jonajon vatanimizni qo'riqlashga boradigan ukajonlarimiz keladi. Marhamat kelinglar. Mana yonimdan qator bo'lib kelinglar. Boringlarga shukr. Jamoat raisi o'rtaga turadi. Mana shu medallarni o'rtaga turingki, mana shu ko'rib havas qilsin hammalari. Bir kishi kelganmiz. To'xta. Bo'ldi, tamam. Salam
shu fursatdan foydalanib mana jamoat ishchilari nomidan mana bu yerda yig'ilgan musafirlarimiz, hoji bobolarimiz nomidan hammanglarni ro'za hayiti bilan hammani chin yurakdan tabriklaymiz. Iloyim yana 2 yil mana shu ro'za hayitlariga hammamizni sog' salomat, xonadonimizga tinchlik, obodlik, xursandchiliklar bilan Xudo yana yetkazsin. Yangi yillarga ro'za oylarini yaxshi mana shu hayit kunlarini kutib olaylik. Tutgan ro'zalarimizni Xudo dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Mana qarangki, raisi jamoat mana shu Baxtiyor ukamizni tashabbusi bilan bugun ona vatanimizga mana muhtaram janubiy o'g'limiz prezidentimizni shuncha yaratib bergan sharoitlari bilan mana bu yerda ona vatanni himoya qilishga, ona vatan uchun o'zini jonini fido qiladigan qo'rqmas, botir, jasur yigitlarimizni kuzatishga ota-onalarimiz, musafirlarimiz, hoji bobolarimiz kelishgan ekan. Albatta mana shu yoshlarimiz, mana raisi jamoatimizni qarang qancha medallari bor. Mana shu yoshlar armiyaga xizmat qiladigan yoshlarimiz Xudo xohlasa armiyaga borib kelib, mana shu kasblarni kiyasizlar, mana shu orden medallarni mana shunday topib, mana shu yerga turasizlar, keyin mana bu ikkita taxt mana u tomonga turibdi, mana shu ham sizlarni kutib turibdi. Keyin armiyaga borib kelsa padarkasi bor, mana shu taxtga o'tiradi. Buning uchun xursand bo'linglar. Zamonamiz tinch, albatta mana prezidentimiz sharoitlarni yaratib, muhtaram asosguzor sulh vaqti Janubiy o'g'li prezidenti Kishvaramon, muhtaram Emomali Rahmon shunaqangi sharoitlarni yaratib berganlari uchun biz Tojikistonimizdan, xalqimizdan, albatta jamoatimiz xodimlaridan, jamoatimiz raislaridan albatta biz minglarga rozi bo'lamiz. Bularga katta rahmatlar aytib, bularni kelajak ishlariga omadlar tilamasdan ilojimiz yo'q. Shunday ekan, mana shu rais jamoatimiz Baxtiyorjon Xo'jayev shunaqalar, mana shunaqa kunlarni tashkil qilganmi, avvalo mana shu kishiga rahmatlar aytamiz. Agar mana shu rais jamoatimizni qo'llab-quvvatlab mana shu insonni izidan borsak, mana shu qishlog'imiz, nohiyamiz, vatanimiz hamma vaqt obod bo'laveradi. Obodchilik avvalo xonadonimizdan boshlanadi. Bundan keyin qishlog'imizdan, nohiyamizdan jumhuriyatimizgacha yetib boradi. Mana qarangki, mana bu yerda o'tirgan insonlar qishlog'imizni obodonchiligi uchun hammalari jon qo'yishadi, hammalari yugurib kelishadi. Shu qishlog'imiz obod bo'lsin deb. Avvalambor mana shu rais jamoatimizga rahmat. Mana bugun bizning yoshlarimiz, Tojikistonimizni kelajagi bo'lgan yoshlarimiz o'zlarini ona vatanimizni qo'riqlashga o'zlarini hissalarini qo'shib, bugun mana bu davramizga o'tirishda albatta bularni mana shu 2 yil nima bu? O'tib ketadi. Biz ham xizmat qilgan dunyoni bir chetiga. Lekin hozirgilar o'zimizni uyimizga xizmat qilyapmiz. O'zimizni uyimizni qo'riqlaymiz. Hamma vaqt mana shu yigitlarimizni kelajakdagi hayollari porloq bo'lsin. Hozirgina aytganimdek, mana shu taxtga o'tirmaganlarni qolmasin. Hamma vaqt xursand bo'lib yursin. Keling, 2 og'iz so'zni mana shu jamoatimiz raisi Baxtiyorjondan eshitaylik va yana mana bu hoji bobolarimizdan yaxshi bir duolar olamizda. Mana shu yoshlarimizni vatan modar, ona vatanimizni himoya qilishga, ona vatanimizga xizmat qilishga qolgan yoshlarni chorlab qolamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va davramiz ishtirokchilari. Mana qarangki, bugun So'jinamiz shohidlari, zabardast yigitlari,
bularni ta'lim tarbiya bergan ota-onalariga rahmat deyiladi. Jamoat nomidan hammangizga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Sizlarga hamisha vatan hissiyotini uyg'otgan farzandlaringizga ming rahmatlarni aytamiz. Yigitlarim, so'zna, sher bachchalarim, hamma vaqt vatan uchun, Tojikistonimiz uchun, prezidentimiz uchun, muhtaram Emomali Rahmon uchun sodiqona hamma vaqt xizmat qiladi. Kimki vatan uchun xizmat qiladi, hech vaqt uni hech kim unutmaydi. Mana bu yerga o'rnatilgan ham ishtirokchi Chernobil. Mana bu yerga Abbosxon ustozimiz bor, Abdurahmon Abbosxon akalar. Bu yerga qolaversa barcha hoji bobolarimiz bor, qancha qishloq uchun, Tojikiston uchun zahmat qilishgan. Kelinglar yoshlar, bizlar ham vatanimiz uchun xizmatga bo'laylik. Hamma vaqt mana onalarimizni, singillarimizni, hammamizni himoya qilish sizni bizning qo'limizga. Qarang, to'yxonalarni qarang. Mavludlarni qarang. Hammasi bu Peshvoy muazzam millatimizda qilgan zahmatlari bu. Shuning uchun mana nima demoqchiman. Hamma vaqt So'jinani boshini hech vaqt biz sizga o'xshagan yigitlar egmaymiz, faqat Tojikistonimiz uchun hamma vaqt xizmat qilamiz. Rahmat birodarlar. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa, Qarmon akam aytganlaridek xizmatni qilib kelasizlar. Xudo xohlasa mana shu shok stollar, kelin to'ylari, kuyov to'ylariga, hammanglar nevara to'ylaringlarga kelib, sodiqona bizlar xizmat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha yo'linglarga hamma vaqt bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat raislar. Mana shu ota-onalarimiz farzandlarini, onalarimiz, otalarimiz hamma vaqt bor bo'lsin. Mana shu farzandlari bizni ona vatanimizni, Cumhuriyatimizni, prezidentimizni, muhtaram Janobi Emomali Rahmonni shunchalik tashabbuslarini, shunchalik nomi tuzlarini hamma joyga to'kib sochib qilganlarini hurmatini ado etsak, shuni o'zi bizga bas. Tojikistonimiz obod bo'lsin. Nima uchun Tojikistonimiz Bapesh deymiz? So'jinamiz Bapesh deymiz. Shunaqangi o'g'lonlari bor ekan. Mana shu raisimiz jamoatimizni izidan yuradigan, shuni hurmat qiladigan o'g'lonlar bor ekan. Biz bundan boshimiz osmonga yetib beradi. Marhamat, hozirgina aytganimizdek, hoji bobolarimizdan, mehnat faxriylaridan, ustozlarimizdan Abbosxon akani mikrofon oldiga chaqirsam, bir-ikki oz chiroyligina mana shu yoshlar uchun, yigitlar uchun Tojikistonimizni kelajagi jadchi mana shu askar bolalarimiz uchun tabrikingizni aytib o'tsangiz hoji bobo. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz onajonlar, mehribon otajonlar, musafirlar, hoji bobolar. Mana bugun shuncha hamma xursand. Sababi Tojikistonimizni 35 yildan beri yo'qni bor qilgan bizni peshvoyi millatimiz, prezidentimiz muhtaram Emomali Rahmon viloyatimizni viloyat qilgan, sud qilgan, xo'jal qilgan Rajabboy Ahmadzoda. Qolaversa, panjaketimizni shuncha ham chiroyligina qilgan Xoliq Abduxoliqzoda rais shahrimiz. Qishlog'imizni mana shunday ajoyib, chiroyli, ko'rkam qilib, mana shunday obod qilib, toza ozodaligiga bizni farzandlarimizga, qishlog'imiz musafirlarimizga hamisha qo'li ochiq labbay deb kelgan bizni jamoat raisimiz muhtaram mana Baxtiyorjon Xo'jayevlarga men sanolar aytaman. Chunki mana shu rahbarlarimiz bor ekan, hamma joy obod. Har bir rahbarda oyog'ini o'zi bir sababi bo'ladi. Har bir aytishadi-ku, kelin keldi-yu, shu ro'zg'orni barakasi o'shadi. Lekin qishlog'imizga ko'p raislar bo'ldi. O'tgan raislarimizni Xudo rahmat qilsin. Qolganlari sog' salomat bo'lsin. Hozir qishlog'imiz 16 ta jamoatning ichiga birinchi o'rinda ham xato qilmayman. Men shaxsan o'zim musafirlarning raisi, 16 ta jamoatning ichiga birinchi o'rinda ham xato qilmayman. Mana shu rahbarlarimiz bor ekan, hamma joy obod. Har bir aytishadi-ku, kelin keldi-yu, shu ro'zg'orni barakasi o'shadi. Lekin qishlog'imizga ko'p raislar bo'ldi. O'tgan raislarimizni Xudo rahmat qilsin. Qolganlari sog' salomat bo'lsin. Hozir qishlog'imiz 16 ta jamoatning ichiga birinchi o'rinda ham xato qilmayman. Ma shaxsan o'zim musafirlarning raisi,
rayon musafirlarini ichiga birinchi joyga olgan ana shu jamoatimizni musafirlari. Janobi oliy arbobga, oliy soveti raisi bo'lganlariga, ey birodarlar, men boshima sulh yo'ram dedi. Bu degani men sizga tinchlik olib kelaman. Bu tinchlikni qarang. Qahramonjon aytganday, rais aytganlaridek shukr qilish kerak. Shukrona, shukrona, shukrona. Chunki Dushanbe hozir shahri sabr degan nom olgan. Xo'jamga mana kecha ko'rdingiz qanday Navro'z bo'ldi. Xudo xolisa bergan ham bo'ldi. Panjigitimizga bo'ldi qanday Navro'z. Mana bugun qo'shaloq bayram azizlar. Navro'zi olam. Ayollarimizni bayrami. Qolaversa mana bugun armiyaga boradigan farzandlarimizni ota-onalari o'tirishibdi. Shunday Tojikistonimizni obod bo'lishi uchun endi nima qilishimiz kerak degan bir masalani biz oldimizga qo'yishimiz kerak. Shunday ajoyib o'tirib, to'ylarimiz, o'ylarimiz, shuncha o'yinlarimiz, Navro'zlarimiz bahazirgina yotamiz. Bunga biz o'zimizni, sarhadimizni, tevoragimizni mahkamlashimiz kerak. Agar bizga jamoat bitta havli bersa, avval tevaragini nima qilamiz? Devor, o itib kirmasin deb. Shuning uchun qarang, Rossiyaga bolalarimiz boradi, 5 yil, 10 yil, 4 yil, 5 yil keladi, больницаlarga yotadi, sovuq urgan, kasal. 1 yil yo 2 yilgina armiyaga, sherga, Dang'araga, Xo'jandga, Chisorga, sherga borish uchun chopamiz. Balani qo'ymaymiz, ey o'g'illar. Shuncha hayotga yashayapmizmi? O'zimiz armiyaga borgan. Men shaxsan Vladivostokka borganman. Sherga hamma masha turgan musafirlar hammasi armiyaga borgan. Xudoga shukr, Tojikistonimizni nima qilishimiz kerak? Qo'riqlashimiz kerak. Shunday ajoyib prezidentimiz bor, viloyat raisimiz bor, shahar raisimiz bor. Qarang, qanday ajoyib misol jamoat raisimiz bor. Bu odam ham koalitsion raislari. Raisi bo'lgan, hozir ham 1100 ta nafaqaxo'rimiz bor. 65 ta sobiqadorlarimiz bor. 12 ta asosiy sobiqadaron bor. 13 ta koalitsiyonni bor. 12 ta mana bu Afg'onistonga borgan bor. 2 ta Chernobylga borgan bor. Chernobylga borib, gazlarga qolib, Afg'onistonga urushlarga borib, 400 dan ziyod tujlarni odamlari urushga ketgan. Shundan qarib 50-60 tasi keyin qolganlari benomi nishon, ba'zi bir qizlari hattoki qabri ham yo'q ketgan. Bundan Xudo asrasin. Ey birodarlar, mahalla raislari, ayollarimiz, musafirlarimiz ko'p joyga o'tiramiz. Borib biz ma'rakalarga, madrasalarga bir joyga o'tiramiz. Yaxshigina tashviqot qilaylik. Tojikistonimizni, ona vatanimizni qo'riqlaylik. Biz tojikistonlik bo'lganimiz bilan tojik xalqi, tojikistonliklarni qo'riqlashimiz kerak. Janobi oliy aytganki, zebogi Tojikiston az ser millati onas. Tojikistonni chiroyliligi bu ser millat. O'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz hammasi bitta. Mana kechagina qarang. Viloyatga Navro'z bo'lyapti. O'zbekistondan kelib qancha inshootlarni qurib beryapti. Qarang, o'zbek, tojik, Hakim Bozor aytganki, egizak bitta go'zaldan o'zbegim tojik bilan. O'zbek Hasan bo'lsa, tojik Husan, bitta ayoldan tug'ilgan degan. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, ustozi shogird. Mana shu kundan boshlab muhtaram janobi oliy Abdurahmon Jomiy bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev man Navoiy deyman azizlar. Chunki ikki qardosh mamlakatni birlashtirdi. Ana shuni hisobga olib biz xizmat qilishimiz kerak. O'zbekmi, tojikmi, Tojikistonda yashayapmizmi? Ana shu yerga o'qidikmi, ishladikmi, nonini yeyapmizmi? Bir kun tuz yegan joyga 40 kun salom. Keling, borib aytaylik, bolalarimizni oliy ma'lumotli bo'lsa 8 oygina xizmat qiladi.
Bo'lmasa 2 yil she'rga o'zimizga borib kelyapmiz, ko'rib kelyapmiz, og'aylar, shuni tashviqot qilaylik. Sizlar aytmanki, berga bir piyola choyni qilib bizga u bu deyapti. Yo'q, shuni qilishimiz kerak. Chunki vatanni qo'riqlash bu iymondandir. Vatanni qo'riqlasak, ota-onalarimiz, musafirlarimiz, kasallarimiz, sog'larimiz tinch yashaydi. Ana shuning uchun sizlardan iltimosim shu. Iltimos, so'jinamizga qarang. Saxovat peshalar nima ish qildi? Mana shu odam 69-o'rta maktabni yoniga o'shancha bitta maktabga qo'ldi qo'ygan mana shu odam mana pala nimasini proyektini qilgan. Mana hozir har kun borsa biz shu odamni adresiga duo qilamiz. Ming bor rahmat so'jinani mana xalqiga, saxovat peshalariga. Ming bor rahmatki, pul jo'natishdi, pul berishdi, narsa qilishdi, shunday ajoyib ishlar bo'ldi. Lekin azizlarim, 2 to'rva, 3 to'rva dollarni keltirib qo'yib, mana bu yerga bittagina mehmonxona solsangiz dollar solmaydi. Uning uchun inson kerak, qiladigan inson kerak. Men ming bor rahmat aytaman. Mana shu Baxtorjonga, Qahramonjonga, mana Zafar Malikxonovga, Havnazar Shukurovga, Ulug'bek Do'stovga, mana Halim akaga, qolaversa ko'p insonlarimiz bor, muzaffirlarimiz bor. Ana shular tashabbusi bilan, saxovat peshalarining tashabbusi bilan qishlog'imiz shuncha obod bo'ldi. Bu yerda o'tib qaysi kuni men Fotihadan borasam Meroz akamizdan 2 ta tojik inson o'tirib bitta suv ho'plab, in chashmada bin, in chashmaya bin. Chiqilib zebo shularni yopdi. Kim qildi? So'jina xalqi mana shularni rahbarligida qildi. Qarang, janozaxonaga qarang, bu tarafxonaga qarang. 69-maktab, hozir uni to'lg'oni bityapti. Ey aziz do'stlar, Musur 380 ta musor toza bo'ldi. Guzarlarimizning qaroni joylariga projektorlar qo'yildi. Kechagina qariyb 100 kishiga 600 so'mdan pul mukofot berishdi. Bir xalta un, mayda chuyda hammasi so'jinani to'qligidan. Chunki farzandlarimiz ishlab ozmi ko'pmi boryapti. Xudoga ming qancha shukr, qishlog'imiz to'q, obod. Shuning uchun farzandlarimiz borib, shunday ajoyib qishloqni qo'riqlash uchun armiyaga borib kelsa, albatta bu a'lo nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yaqinginaga mana rais bo'l rahbarligida, mana bu jamoat ishchilari rahbarligida jo'natdik bolalarni 100%. Qancha rahmatnomalarni oldi. So'jina xalqiga Xudo bergan deysa, ilohi Xudo bersin. Gapirsam juda ko'p, chunki 55 yildan beri men gapimga pul olaman. Shuning uchun kechirasizlar, bugungi ulug' ayyom bilan, Navro'zi olam bilan hammalaringizni tabriklayman. Ayollarimizni 8-mart bilan chin yurakdan tabriklayman. Assalom Navro'zi olam. Marhabo, xush omaded. Dilim oro xushnud karda, do'ston xush omaded. Ko'zga tortib nozli choy shab, gulbahor ayyomida yosh kelindek ko'z suzgan janonlar xush omaded. Mana bu yerga ustoz Sozan aka, qolaversa Azurat aka, mana Dilya Abdulla aka, hamma musaffirlar o'tirishdi. Shu musaffirlarning nomidan duo qilamiz. Ilohi amin. Xudo yor Muhammad g'amxor oqibat baqar imom va salomat. Qishlog'imiz, Tojikistonimiz, rayonimiz, viloyatimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Raisimizga uzoq umr, hammalaringizga uzoq umr, salomatlik bo'lsin. Kelgusi ro'zai moy Ramazondan Xudo yetkazsin. Prezidentimiz, viloyat raislarimiz, shahar raisimiz, jamoat raislari, musafirlar hammalaringiz sog' salomat bo'ling. Xudoyo Xudomonda kambag'alni ko'rmang. O'tgan ota-bobolarimizni borgan joyi jannat bo'lsin. Tirpoqlarcha umr bersin. Yaxshi ko'ylarga, yaxshi to'ylarga, yaxshi kunlarga uchrashni Alloh nasib aylasin. Betobga topib, befarzandga farzand, darmonlarni shifosini bersin. Hamisha Tojikistonimiz olg'a bo'lsin. Rais ishlariga muvaffaqiyat. Qahramonjon Tojikistonga xizmat ko'rsatgan elektrikka ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xudoyo Xudomonda oyog'imizga tikan urmasin. Hamisha to'y, qo'shiq, ashula bo'lsin. Rahmat, Allohu akbar. Rahmat Ojugo. Hech qachon mana shu yoshlarimiz orqada qolmasin.
Yoshlarimiz bor bo'lsin. Yoshlarimiz borki, dunyomiz obod, vatanimiz tinch, qishlog'imiz tinch, uylarimiz obod bo'ladi. Mana shu armiya safiga boradigan yigitlarimiz sog' salomat bo'lib, sog' salomat yana mana shu qishlog'imizga, ona qishlog'imizga qaytib kelsin. Xudodan bularga sog'lik, salomatlik, oq yo'l, vatanni qo'riqlashga kuch-quvvat, dov yurak tilab qolamiz. Mana vatanimizni qo'riqlaydigan ukajonlarimizga oq yo'l, sog'lik, salomatlik tilab, Xudo xolasa mana shu ona vatanni qo'riqlab qaytishlariga xuddi mana shunday xursandchiliklar bilan kutib olaylik. Xudoyim sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Oy bo'lib omon kelinglar. Vatanimiz sizlarning qo'lingizda. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'lib kelinglar. Ota-onalarimizga rahmatlar. Mana shunday farzandlarini, nabiralarini vatanimizni qo'riqlashga jo'natadigan ota-onalarimiz hech qachon kam bo'lmasin, sog' salomat bo'lsin, uylariga nur yog'ilib tursin, xursandchiliklar bardavom bo'lsin. Yana ota-onalarimizga aytaylik, 13-aprel kuni hamma So'jna jamoatimiz Navro'z bayramiga maktabimizning katta stadioniga hamma aytinglar, kelsin, yana xursandchilik bo'lsin So'jnamizga. Tojikistonimiz obod bo'lsin, So'jnamiz hadish. Rahmat o'g'illar, 13-aprel bozor kuni So'jna yigitlari ota-onalaringdan aytinglar, kelsin, ular uchun отдельно stol tashkil qilamiz. Xudo xolasa yana bu bayram. Hammangizga tashakkur. Hamma vaqt So'jnamizni, Tojikistonimizni yuzini yerga qaratmay, bizlarga o'xshab, bobolaringizga o'xshab vatan xizmatiga bo'lingan vaqt. Shu kelib kelishimdan maqsadki, o'zimning farzandlarim sizlar, ukalarim sizlar, aka-uka yor birodarimizlar, vatanning himoyachisi hammamiz bir tana bir jon bizlar. Shuning uchun hamma vaqt hech kimga, hech qayerga, hech nima emas, hamma vaqt sog' salomat bo'linglar. Vatan uchun mana borib xizmat qiling. Hech mana vatan Xudoga shukr, hech qachon unutmaydi. O'rtoqlayapti, elyapti, hurmat qilyapti. Sizlar ham bizga o'xshagan oyandagi Tojikistonimiz uchun, kelajagimiz uchun inson bo'lib yetishinglardan so'rab qolamiz. Mana hozirlikni ham tashabbus beraylik. Assalomu alaykum. Vatan sog' bo'lsin, bor bo'lsin. Sizga rahmat, sizlarga rahmat. Hamma vaqt o'ynab yuraylik. Rahmat hammangizga. Hamma xizmatga. Rahmat, hammalaringizga katta rahmat. Mana shu to'yxonani majlis obod qilib xizmat qilib turgan singillarimizga, davronjon ukalarimizga hammalariga rahmat. Bu ham qishlog'imizni obodchiligi qaniki majlisda to'yxonalar ko'payarsa, to'ylarimiz ko'p bo'ladi, oilamiz xushvaqt bo'ladi, oilamizga xursandchilik kirib keladi. Hammangizga hojatman, sizlarni hammangizga kattadan katta rahmat. Qo'lingizda dard ko'rmasin, hech qachon xafachiligi, g'ami g'ussani ko'rmaylik. Doimo mana shu to'yxonaga qanday xursandchiliklar bo'lsa, sizlarga ham xursandchiliklarni Alloh dargohidan tilab qolamiz. Hozirgina aytgan o'tdimi, yana Davronjonlarga ham hammalariga rahmat. Hammalari bor bo'lsin, So'jnamiz obod bo'lsin. Mana Ulug'bekjon hech qachon qo'shiq aytib o'ynatishdan charchimasinlar. Jonli ovozlar aytish oson emas. Lekin o'z ovoziga ta'sir qilib 1-2 kilo oziga bir haftani ichiga to'g'ri bo'lib ketadi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'lib, sog' salomat qaytinglar. Vatanimiz, yurtimiz sizga intizor. Doimo bor bo'linglar. Hammaga rahmat. Thank you.